1 million 280 ming so'm yozilgandi. Hozirda biz bunga aksiya e'lon qilganmiz. Hozir tayyor narxida, даже Toshkent narxi ham bundan bunaqa chiqmaydi. Mana 845 ming so'm chiqadi aka. Mana shu o'zini tan narxi. Bu nechilik? Bularda hammasining afzallik tarafi 1,5 yil, 2 yildan garantiyasi bor. 40% ga aksiya tushdi. 1 million 480 oldin sotilgan bo'lsa, hozirda 888 ming so'mga aksiya qo'ygan. Bu hamma xalq tilida bu cho'chqa nasos bo'lib ketgan, lekin o'zi asosan o'zi aslida jet nasos deyiladi. O'rtoqlar, biz o'tgan galgi videoni tayyorlaganimizda juda ko'plab kommentariyalar kelib tushdi. Bizga hozir sezoni kelgan nasoslar haqida videorolik tayyorlang va narx-navosi, qanday xarakteristikasi to'liq video bo'lsin deganiga biz bugun mana shu nasoslar haqida mutaxassisimiz Shahzodbek akamiz bilan assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqsiz? Rahmat. Siz yaxshimisiz? Shahzodbek akamiz juda ko'p kishi yaxshi taniydi. Mana shu Romay do'konini mahsulotlarini Instagram va YouTube'da obzor qiladilar. Bugun bizga hamrohlik qilib, mana shu nasoslar haqida to'liq ma'lumot bera olasiz. Xo'p bo'ladi. Albatta. Boshladik unaqada. Qanaqa bizning do'konimizda nasoslarda aka juda ham assortiment juda ham katta. Xohlagan turi bor. Apparat, misol uchun avtomatika nasos deysizmi, glubinniy nasos deysizmi, sentrobejniymi. Keyin skvajinaga chuqur yerni ostidan o'zingiz bilasiz, tog'li joylarda yerni ostidan suv chiqarish juda ham muammo bo'ladi. 200-300 metrgacha suv chiqarib beradigan nasoslarimiz bor. Bundan tashqari kachokka qo'yiladiganlarmi. Hozir hamma joyda juda ham ko'p sпрос уже juda ham ko'p sotiladigan avtomatika nasoslar. Albatta, sezoni kelib boshladi. Уже hamma dom remont, hamma narsa boshlanyapti. Uy unitazlarga, rakvinalarga, dushovoyga qo'yish uchun mana bunaqa nasoslar qo'yiladi. Hozir mana suxoy zashda asosan juda ham ko'p ketyapti. 1 million 280 ming so'm yozilgandi. Hozirda biz bunga aksiya e'lon qilganmiz. Hozir tayyor narxida, даже Toshkent narxi ham bundan bunaqa chiqmaydi. Xijolat bo'lib qolyapti. Xijolat bo'lib qoladi. Toshkentliklar haydab bormasak o'rgaydi bu. Mana 845 ming so'm chiqadi aka. Mana shu o'zini tan narxi. Bu nechilik? Bu 300 talik. 300 talik suxoy zashda. Mana 100% zapchaslari, hamma narsasi bor, o'zini servisi bor. 1,5 yil kafolatini urib beramiz buni. Keyin Shimjiniki bor. Shimjini 370 taligini hamma joyda 780-750 dan beryapti. Biz 699 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari mana kattalari ham bor. Kattalari qanday endi? Kattasini ham hammasi nanonga qarab, tochkaga qarab. Misol uchun 370 deysizmi, 750 mi? Siz uyingizda nechta tochka bo'lsa, o'shanga qarab hisoblab beramiz. Mutaxassis bor, o'zi hisoblab beradi. Misol uchun siz uyingizda 3 ta tochka yoki 4 ta tochka bo'ladigan bo'lsa, domga asosan 3-etajgacha 370 qo'yiladi. Shunday. Undan yuqorisiga 550 talik. 7-etajdan balandligiga 600 yoki 750 talik qo'yiladi. Qishloqlarga, xo'jaliklar, qishloq xo'jaliklarga, ularga shu menimcha 370, 550 juda ham zo'r. O'zimizning uyda ham 370 qo'ygan. Tekis joy. Tekislikda. Undan tashqari paplokli nasoslar. Paploklik nasoslar bular endi asosan fermerlar, mana bu katta ariqlardan suv oladigan dehqonlarga juda ham yaxshi. Paploklik nasoslarni o'zingiz bilasiz, 24 soat ishlatsangiz ham qizimaydi, suv ichida turaveradi. Keyin ham bularda misol uchun epaniki bor, pitniki bor. Bularda hammasining afzallik tarafi 1,5 yil, 2 yildan garantiyasi bor. 2 yildan garantiyasi bor. Undan tashqari o'zining servisi bor. Yana ham bitta qulayligi kam tokka emishlar. Ular kam tokka emishlar. Keyin ham aksiyaga tushgan. Misol uchun qarang, bittasi 40% ga aksiya tushdi. 1 million 480 oldin sotilgan bo'lsa, hozirda 888 ming so'mdan aksiya qilib qo'ygan. Bunaqa aksiyaga tushganlarimiz juda ham ko'p, 10% dan 70% gacha ham adashmasam o'shanaqa bo'lgan. O'rtoqlar, mana shunday imkoniyatlardan unumli foydalanib qolasizlar va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlarga eng qulay va yaxshilarini Umid Rashidov kanali ilinib boradi. Bundan tashqari, mana shu mahsulotlarni aynan har bittasi bilan to'liq tanishib borish uchun Romay YouTube kanali va Instagramda ham obuna bo'lib qo'ysangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. Xo'sh, narigi tomonga o'tamiz bunaqada. Bo'ldi, yuring, bu yerda sentrobejniy nasoslarimiz. Mana bu yerda ko'pchilik bilmaydi, kanalizatsion nasoslarimiz. Umid aka, mana bu o'zingiz bilasiz, quvurlardan kanalizatsiyani balota bo'ladi, quyuq bo'ladi. Buni tagida misrovkalikda nasos chaynab o'zi chiqarib tashlaydi. Bu nasoslar ham bu do'konda bor. Bular nech puldan endi? Ular har xil 1 million 400 ming so'mdan boshlanadi. 3 million 800, 4 million so'mgacha bor. Yo'q,
Bu endi katta nasoslarimiz. Ha, Fermerlarga. bu sentrabejnilar endi. 100lik 1 soatda 65, 70, 80 tonna, 90 tonna suv chiqarib beradigan nasoslarimiz mana shu yerda. Bu 220 varianti. Bu yuqorida 380 varianti bor. Boya kelguncha ham ko'rgan bo'lsangiz, 380 variantlari u narada turibdi. Mana bular misol Shimjiniki bor, Palmaniki bor, klassik bor. Mana klassik ham hozirda aksiyaga tushgan. 2.380 ming so'm yozilish narxi. Hozirda aksiyada 1.300 ming so'mga qilib beramiz. Shuncha. 1.380 ming so'm. 1.80 ming so'm aksiyaga skidka qilib beramiz. Ketaveradi. Shimji bor aka, EPA bor, Gidrox bor. Polma bor, hamma firmadan bor, Leo bor. Xohlagan firmasini qilib beramiz. Mana umidagi pastda ham o'ramizmi bo'lmasa, jet nasosdan hamma cho'chqa nasos deydi-ku, lekin jet nasosda o'zi cho'chqa nasos. O'shaniki kanalrochka. U hamma xalq tilida bu cho'chqa nasos bo'lib ketgan, lekin o'zi asosan aslida jet nasos deyiladi. Jet nasos. Bular sentrabejniy, pastdan suv so'rishda yaxshiroq. Mana bu yerda mana bu skvajniy boya umidagi aytdim sizga, fermerlar mana asosan tog'li joylarda suv juda ham pastda, chuqurdan tortish kerak. O'shaning uchun mana skvajniy nasoslarimiz mana bu yerda. Hammasi xohlagan diametrdagi. Past necha metrgacha tortib beradi bular? 360 metrgacha tashishsiz bo'ladi. 380 ham bor, 220 ham bor. 220 voltlar 192, 198 metrgacha pastga tashishsiz toza suv tortib beradi. Ha, toza suv. Hamma turdagini olib kelib qo'yganmiz. Hammasi aksiyaga tushgan, mana 20%lik, 30%lik, 40%lik aksiyaga tushgan nasoslarimiz. Bemalol kelib. Bularni o'zi o'rnatib berishga mutaxassislar ham borasizlar. O'rnatib beradigan ustalarimiz ham bor. Undan tashqari servisi ham bor. Misol uchun bizda shunaqa servislar borki, даже misol uchun olib bordingiz, biror bir endi xudo ko'rsatmasin, biror narsa bo'ladigan bo'lsa, servisga siz olib kelmaysiz. Servis boradi. Ko'chma servisimiz bor. Ko'p nasoslarimiz, ko'p kompaniyalar o'shanaqa ishlaymiz. Xalqimizga qulaylik bo'lishi uchun o'zlari borib ko'rib berishadi. Shunaqa kimgadir texnika bor, kimgadir yo'q. Ha, o'shanaqa. Umid aka nariroqda boya ham aytdim, 3 faza nasoslarimiz bor. Hozir sizga ko'rsataman. Uni diametri juda ham xohlagan razmeri bor. Misol uchun 380 ham bor, 220 ni katta 15 kilovat, 20 kilovat, 22 kilovatlik nasoslarimiz bu yoqda joylashtirganmiz. Endi joy kam bo'lgani uchun assortiment ko'p, lekin joy maydalik ham bor. Ha, skladda ham bor. Hammasini. Mana bu yerda asosan buni boysunga ko'p olib ketadigan nasoslarimiz mana shu 3 kletchatkali, 5 kletchatkali nasoslarimiz. Bular 220 ga ishlaydi. Mana pastda 380 nasoslarimiz. Yana bu yoqda ham qo'yibmiz. Mana bular EPAniki. 100 ga 80, 100 ga 120, 150 ga 100 o'shanaqa diametrdagilar bu yerda turibdi. Bular soatiga 360, 400 tonnadan suv chiqarib beradi. Bu bemalol fermerlarga ish beradi. Ha, fermerlarga bemalol mana tomchilab sug'orishga asosan ko'proq ishlatadi o'sha ishlarga. Bu yoqda mana bu glubin nasoslarimiz. Buni hozir endi mavsum kelayotgani uchun skladda endi olib chiqyapmiz. Hali ko'p assortiment yo'q, lekin skladda mana 2-3 kunda уже hammasi taxlanadi. Uni ham 3 fazani glubinlarida ham bir 30 dan ortiq xili bor do'kon. Diametri 63, 50 dan 500 diametrgacha kattalari bor. Bo'ldi. Mana bu yerda benzinda ishlaydigan nasoslarimiz 100 lik, 76 lik, 50 lik, bular 100 diametrdagilar 1 soatda 80 tonna suv beradi. Bular endi svet bo'lmagan dalalarda, cho'llarda, tog' hududlarda qo'l keladi. O'shalarga juda ham yaxshi ish beradi. Men misol uchun bulardan Sanyong firmaniki 2.480 ming so'm yozilishi, hozirda agar birortaga kerak bo'ladigan bo'lsa 1.650, 1.700 ming so'mdan qilib beramiz. Shunchalik arzon. Aksiyada. Buni dizelli variantlari ham bor, anjon nasoslarimiz bor, hamma biladi xalq tilida. Ham traktor haydab ketadi-ku, o'sha nasoslarimiz ham tashqariga taxlab qo'yganmiz. Kimga qanaqa xullas kalom nasos bo'ladimi yoki boshqa narsa kerak bo'ladimi? 18 mingdan ortiq assortimentimiz bo'lsa, shu kirgan odamni baribir nimadir sotamizda, nimadir kerakli narsasini topamiz. Xohlagan narsasi topiladi. Xullas o'rtoqlar, sizlarga nasoslar haqida qisqacha video qildik. Bu yerda savdo avjida, iloji boricha sal shovqin bo'lsa uzr so'raymiz. Ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar va yana sizlardan so'raladigan narsa kommentariyada shu do'konimizdan qanday mahsulotda video qilishimizni xohlaysiz. Albatta izoh qoldiring, biz esa kelgusi videoda sizni so'ragan mahsulotingizda video qilib berishga harakat qilamiz. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa albatta Umid Rashidov kanali va Romay kanallariga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.